Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Endi migrantlarga zo'r bo'ladi. Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 23 fevraldan mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba, dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1.200.000 so'm. Sankt-Peterburg avtovokzaligacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novoyasinskaya avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish reyslari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Novosibirsk viloyatidan 119 nafar migrant deportatsiya qilinadi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Viloyat politsiya bosh boshqarmasining ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil boshidan beri viloyat politsiya chet elliklar uchun yashash va ish bilan ta'minlash qoidalarini buzganlik uchun 250 ta ma'muriy ish qo'zg'atgan. Tashkilot ma'lumotlariga ko'ra, 119 nafar migrant o'z mamlakatlariga majburan chiqarib yuborilgan. Yana 200 nafar chet el fuqarosiga Rossiyaga kirish taqiqlangan. Bundan tashqari, yanvar oyida Rossiyada sodir etilgan jinoyatlarda ayblangan 3 nafar chet el fuqarosi Novosibirsk viloyatidan deportatsiya qilindi. Jazoni o'tab bo'lgandan so'ng ularning mamlakatda qolishlari nomaqbul deb topildi. Politsiya qoidabuzarlarni davlat chegarasidan o'tish joyiga kuzatib qo'ydi va u yerdan ular uylariga jo'natildi. Ularga 2031-yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlangan. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Endi migrantlarga zo'r bo'ladi. Toshkent-Sankt-Peterburg yo'nalishida avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 23 fevraldan mazkur yo'nalishda qatnovlar haftada 2 marotaba, dushanba va juma kunlari mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da bajariladi. Chipta narxi 1.200.000 so'm. Sankt-Peterburg avtovokzaligacha bo'lgan yo'lda oraliq to'xtash Moskva shahri Novoyasinskaya avtovokzalida amalga oshiriladi. Toshkentga qaytish reyslari ham haftaning dushanba va juma kunlari bajariladi. Avtobuslar Sankt-Peterburg avtovokzalidan mahalliy vaqt bilan soat 17:00 da jo'naydi. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada migrantlar soni kamaydi. Endi nima bo'ladi? Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. 2026-yil boshiga kelib Rossiyadagi xorijiy fuqarolar soni 5.7 millionga kamaydi. 1 yil oldin bu ko'rsatkich taxminan 6.3 million edi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi vakili Aleksandr Pirojogin migratsiya siyosati bo'yicha konferensiyada ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, asosiy sabablardan biri Rossiyadagi migrant bolalar sonining kamayishi. Ularning soni deyarli 4 dan 1 qismga kamaydi. 2025-yil uchun rasmiy natijalar fevral oyida e'lon qilinadi. Ichki ishlar vazirligi shuningdek, agar ota-onalar farzandlarining Rossiyada qonuniy yashash joyini rasmiylashtirmasa yoki ularga majburiy maktab ta'limini bermasa, rasmiylar ularning maktablarda qolishiga qarshi qaror qilishlari mumkinligini eslatdi. 2026-yil 28-yanvardan boshlab Ichki ishlar vazirligi va ta'lim organlari xorijiy fuqarolarning farzandlari haqida ma'lumotlar almashadigan qonun kuchga kirdi. Ichki ishlar vazirligi bola migratsiya maqsadlarida ro'yxatdan o'tkazilganda yoki ro'yxatdan chiqarilganda xabar beradi. Maktablar va kollejlar o'quvchilarning arizalari, qabul, o'qishdan tezlashtirish va rus tili test natijalari haqidagi ma'lumotlarni Ichki ishlar vazirligiga yuboradi.
Mutaxassislarning fikricha, qonunlar qattiqlashishi tufayli migrantlar soni ham kamaygan. Yashash qoidalarini buzgan chet elliklar endi tezda nazorat ostidagi shaxslarning maxsus reyestriga qo'shilib, jiddiy cheklovlarga duch keladi. Masalan, bunday shaxslarga asosiy xarajatlar va jarimalarni qoplash uchun faqat 30 ming rublgacha bo'lgan bank hisoblaridan foydalanishga ruxsat beriladi. Shu sababli ko'pchilik Rossiyadan chiqib ketishga majbur bo'ladi va agar kirishni taqiqlash to'g'risida qaror qabul qilinsa, qaytishga ruxsat berilmaydi. Bundan tashqari, vizasiz kelganlarning qolish muddati qisqartiriladi. 2025-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyada bir kalendar yilida 90 kundan ortiq bo'lishi taqiqlanadi. Ilgari bu muddat har 6 oylik davrda 90 kun edi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rossiya arzonroq ishchi kuchini qidirmoqda. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Rossiyada tobora ko'proq ish beruvchilar MDHdan kelgan an'anaviy migrant ishchi kuchidan voz kechib, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyodan ishchilarni yollashni boshlamoqda. Bular qatoriga Hindiston, Bangladesh va Xitoy fuqarolari kiradi. Bu o'zgarishning asosiy sababi puldir. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan migrantlar so'nggi yillarda yuqori maosh talab qila boshlagan. Ular tobora ko'proq oyiga $1000 va undan yuqori daromad so'rashmoqda. Ko'pgina kompaniyalar, ayniqsa qurilish, logistika, qishloq xo'jaligi va tozalash sohalarida bunday xarajatlar juda katta bo'lib bormoqda. Shu bilan birga, Osiyo mamlakatlaridan kelgan ishchilar kamroq, taxminan oyiga $700-800 ishlashga tayyor. Bu biznes uchun sezilarli tejashni anglatadi. Shuning uchun ish beruvchilar tobora ko'proq Osiyoga qarab, xarajatlarni kamaytirish va foydani saqlab qolishga harakat qilmoqda. Biroq bir ishchini boshqasi bilan almashtirish ham yangi muammolarni keltirib chiqaradi. Osiyodan kelgan ko'plab ishchilar rus tilini kam biladi yoki umuman bilmaydi. Bu esa ish beruvchilarni tarjimonlar va o'qishga vaqt hamda pul sarflashga majbur qiladi. Hujjatlarni rasmiylashtirish, uy-joy bilan ta'minlash va kundalik hayotni tashkil qilishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Bundan tashqari, bu ishchilarning ishga, intizomga va xavfsizlikka yondashuvi odatiy yondashuvdan farq qilishi mumkin. Mutaxassislarning fikricha, bu odatiy bozor reaksiyasi. Ishchi kuchi narxi oshganda biznes arzonroq muqobilini qidiradi. Ularning fikricha, kelgusi yillarda kompaniyalar tobora ko'proq aralash jamoalarni tashkil qiladi va turli mamlakatlardan kelgan migrantlarni ish bilan ta'minlaydi. Migrantlar uchun bu raqobatning kuchayishini anglatadi. Ish o'rinlari kamayib bormoqda va talablar qattiqlashmoqda. Ish beruvchilar tobora pastroq ish haqiga ishlovchi va yangi sharoitlarga tezroq moslashishga tayyor bo'lganlarni tanlamoqda. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. Diqqat, tezkor xabar. Fevral oyida, aniqrog'i 5-fevraldan boshlab noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish rejimi o'zgaradi. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz. Fevral oyida Rossiyadagi migrantlar uchun nimalar o'zgaradi? Fevral oyida, aniqrog'i 5-fevraldan boshlab noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish rejimi o'zgaradi. Ularga deportatsiya va vidvoreniya bilan birga yangi chiqarib yuborish rejimi qo'llaniladi. Ular maxsus reyestrga kiritiladi va politsiyaga o'z joylashuvi haqida xabar berishlari shart bo'ladi. Ularga uy-joy yoki mashina sotib olish, kredit olish, turmush qurish yoki mamlakat ichida erkin harakatlanish taqiqlanadi. Shuningdek, kirish yoki chiqish qoidalarini buzganlik, shuningdek, nazorat ostidagi shaxslar reyestriga kiritilgan migrantga taqiqlangan xizmatlarni ko'rsatganlik uchun ma'muriy jazo choralari joriy etiladi. Endi politsiya xorijiy fuqarolarni Rossiyadan ma'muriy ravishda chiqarib yuborish bo'yicha mustaqil ravishda qaror qabul qila oladi. Manba Migrant.uz. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Diqqat, tezkor xabar. Rospodrebnadzor tomonidan chet el fuqarosiga kirishni taqiqlash. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring, bu haqda to'liq bilib olasiz.
Rospotrebnadzor sog'liq muammolari tufayli boshqalarga xavf tug'diradigan chet elliklarga kirishni taqiqlaydi. Chet el fuqarosi hujjatni olish paytida tibbiy ko'rikdan o'tayotganda ba'zi xavfli kasalliklar mavjudligiga shubha bo'lishi mumkin. Bunday holda tibbiy tashkilot avtomatik ravishda Rospotrebnadzorga ma'lumot yuboradi. Ma'lumotni olgandan so'ng agentlik taqiq qo'yadi. Chet el fuqarosi mamlakatni tark etishi kerak deb xabar qilinadi. Sog'liqni saqlash vazirligi kirishga taqiqlashga zapretga sabab bo'ladigan xavfli kasalliklar ro'yxatini belgilaydi. Asosan quyidagi kasalliklar aniqlansa, zapret qo'yiladi. Sifilis, lepra, sil kasalligi, tuberkulyoz, OIV, VICH. Manba Migrant Mobil. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizni like bilan baholaysiz degan umiddamiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.